جایی بار که شورگ من bir تعداد اشخاصlardan که bizlardan uzoq tushibdilar va futbol dunyosiga varzish faryobga yigitliklarini beribdilar, javonliklarini beribdilar. To bo'lsa-ki bularga baho bergan bo'lsak, bir nechtasidan sho'rga men ot tutaman. Ki ulardan hammasidan avvalroq hamma bizning ustodimiz padar varzishi Faryob, bil xusus padar futbol Faryob Ustod Abdulvahob Majididan ot tutaman ki yigitliklarini varzish Faryobga bedun hech xastalik birga o'tkazibdilar, fido qilibdilar. Mana shu futbol Faryobga xizmat qilgan biz. To bo'lsa-ki futbol Faryob buruz mana birga kelib, hatto Liga Qahramononi Afg'onistonga 2 namoyandasi bo'lsa, Liga Qahramononi Afg'onistonga 10 tim shirkat qiladi. Bu 10 timdan ki 34 viloyatdan shu 10 timga namoyandalar boradi. Faryobdan 2 tim namoyandasi bor. Bu nimadan namoyandalik qiladi? Buni mutmain bo'linglarki futbol Faryobga nihoyat ish bo'libdi. Qanchaki sizlar bilsangizlar bilmasangizlar o'shancha ish bo'libdi. To bo'lsa-ki futbol Faryob buruz Afg'onistonga harfi avvalda uradi. Va ham boshiga yigitlarimiz, javonlarimiz, zeri habdasollarimiz, 17 yoshdan kichik bolalarimiz buruz borib zeri abdasolga, kishvarga, Liga Qahramononi zeri abdasola kishvarga raqobat qiladilar-ki. O'zlaringiz xabar bo'lsangizlar, timi sarsabz yoshlar yigitlari buruz sadr jadvali Liga Qahramononi Afg'onistonga qaror topgan. Bu bir katta iftixor futbol Faryobga. Va ham boshiga bir kishidan yodimdan chiqmasin ki hamisha futbol Faryobga sochini oqartiribdi va ko'p bola xizmat qilibdi. Bir timiki hamisha oti bor ekan, unga hamisha moya qo'yibdi. Injener Soy Muhammad Kabirdan o'rga boyat ot tutsay. Uni mutmain bo'linglarki bu kishilar yigitliklarini, javonliklarini hech nima javonlikka qat'an tiriklikka arzishi bo'lmaydi. Ammo bizdan bu ot tutgan kishilarimiz yigitliklarini fido qilibdilar varzishi futbol Faryobga. Birlik timi qandoq bo'lib qahramon bo'lgan. Bir qahramonlik qat'an osonlikka qo'lga kelmaydi. Kelinglar mix qilib ketaling, ikki tilga so'zlashaling va hech invon ya qahramoni va soddagi va sinamaya. Chandin omil dast ba dast ham میتن تا بوده باشه که یک تیم در یک لیگ برتری قهرمان بوده باشه. همگی شاهد هستین که تیم فوتبال برلیگ در چند سال اخیر همیشه نایب قهرمان میشد. ما گفتیم انشالله با امید الله، با تعهد شما، با پشتکار کسانی که با ما بودن امسال تیم برلیگ قهرمان میشه. در قهرمان شدن چند چیز ضرورت است. تیمایی که قهرمان شدن، تیمایی که قهرمان bo'libdilar حتما bu narsani tajriba qilibdilar. Bunga mutmain bo'linglar, qahramonlik soddalikka qo'lga kelmaydi. Biltir timi Qaysor ko'p bola shoistalik bilan, rishodat bilan yigitlarini ta'ahudi bilan kelib qahramon bo'ldi. Buni mutmain bo'linglarki bu qahramonlikni keytiga Xudom qancha ishlab bo'lgan. Xudom qancha kishilar birga talosh qilgan, riyozat tortgan, ranj tortgan. Futbol dunyosi bedun ranj hech qaysi na murabbiylik, bil xusus mas'uliyat futbol. Bunga mutmain bo'linglarki Hoji Soyib yordan bu yil nima o'tibdi, Hoji Soyib ko'shodan nima o'tibdi? Faqat u kishilar biladiki bu arsaga ishlagan bo'lsalar. Boshqa kishilar qat'an bularni dark qila olmaydi. Bizlar dark qilamiz. Chun futbol Faryobga bizlar bu arsalarni sifari qilib biz bu maydonlardan o'tib biz bu masirlarni ko'p bola mushkulotlar bilan bizlar pesh eltibmiz. Shu asosga تیم birlikka avvalin narsayi ki bor edi ta'ahud edi. Hamma yigitlari bashumil rais boshqa vakil Soyib Najibulloh, sarmurabbiy tim doktor Soyib Naqibulloh, meniki goh-go'yi va invoni bir mushovir shular bilan jalasotlarga faqat jalasotlariga ishtirok qildim. Mana shu kishilar hammasi bir joyga o'ltirib ta'ahud beribdilarki to bo'lsak bu yil bizlar tim birlikda qahramon qilsak. Va ko'p bola shoistalik bilan qahramon bo'libdilar. Qahramon bo'lmoqqa ko'p bola sadoqat kerak, rostgo'rlik kerak.
Bidun sadoqat va hech unvon qahramonlik qo'lga kelmaydi.